Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bir Uyg'ur bolani hozir olib ketdim-da. Yo'lda bir joyda asr o'qib olay deb to'xta dedi. To'xtab turdim, asr o'qib oldi. Dedim. Sal kech qolsa asrga dedim. O'zi asr o'qiganimizga ancha bo'ldi-yu. Nima? Vaqti bor edi. Dedi. Men dedi hech bunaqa kech qoldirmasdim dedi. Bir kech qolib qoldi bugun dedi. Shunga hozir majbur so'randim sendan dedi. Bunaqada so'ranaveradi. Bu boshqa millatdagilar rolda bo'lsa ham so'rasang uni desam bilaman dedi. Deb turib o'zi gap boshlab qolib bir voqeani aytib berdi, shuni aytkim keldi-da. Yasanib dedi, chiroyli kiyinib yurar ekan, yasanib yuraman dedi. Shu namozga sal uydagilar aytadi, yarimda birga ishlaganlar deyapti, namozxon qattiq bolalari shu vaqtda deyapti. Endi qaysi vaqtda ekan, ancha burungi chog'imda. Qistaydi, o'qisam o'qimasam yo'q, shunaqa yuraveraman dedi. Bir kun jumaga boramiz, ertaga deyishuvdi dedi. Men bormayman dedim. O'zim bormayman deb chiqsam dedi. Men ishlab turarman, sizlar gazet borib kelasizlar deb jo'natib yuboraman desam dedi. Ishxonaga kelsa, ishxonada o'sha kuni dedi, svet yo'q bo'lib dedi, nima bo'lib qoldi? Ish yo'q bo'lib qoldi dedi. Xo'sh, majbur jumaga bordim dedi. Qandaydir narsa kayfiyatim yo'q, majbur bordim dedi. Borsam dedi, sovuq dedi, ancha anaqa sovuq bo'lib qolgan dedi. Yuqoriroq kiyinib sovqatib tursam dedi, ichkarida joy qolmab tashqarida o'qishga majbur bo'ldi dedi. Tashqarida dedi. Hayotda men dedi kiyimim bilan dedi nimada o'qimayman deb chekida shu reshetka darvozaxonani yonida turibman dedi. Nima qilganim? Hamma shu asfaltda o'qisam, men asfaltda o'qimayman deb tursam dedi, olib kelib anaqalarni solishdi, bir narsalarni solishdi dedi. O'shuning ustida deb majbur o'qiyman ekanda deb chog'imda dedi, sekin borib turib qarasam, kir anaqa narsalar solib qo'yishdi dedi. Bu yerda o'qigandan ko'ra dedi, ustimni kir qilganimdan ko'ra namoz nimaligini bilmayman-da dedi. O'qimayman deb chekida tursam dedi. Allohning rahmati ekan dedi. Bittasi kelib dedi, shashirib uje hamma o'qiyapti, orqada turibman o'qimay dedi. Bittasi kelib nima qilib keyin o'tib ketdi deb turib o'tib ketyapti dedi. 10 joy bor ekan, men sizga deb turib qo'limga dedi, yangi bitta janamozni berib dedi, o'tib ketib hali joyda o'qiyapti dedi, hali odamlar ichiga kirib dedi. Endi dedi, o'qimasligim ilojisi qolmadi dedi. Alloh deganida o'qimaslik ilojisi qolmadi dedi. Nimaga deganda jumaga bormayman desam Alloh taolo olib borib qo'ydi dedi. Kir joyda o'qimayman desam bir narsani soldirib qo'ydi. Buningda o'qimayman desam qo'limga yangi janamoz ushatib qo'yib turibdi-yu dedi. Iloji yo'q dedi. Mana dedi, alhamdulillah o'shindan beri dedi, so'ramabman qancha vaqt o'tganiga. O'shindan beri Allohga shukr, bir vaqt namozimni qazo qilganim yo'q dedi. Namozni o'qiganim sari dedi, namozlig'ida, ya'ni namozga dagi haligi kerakli suralarni, kerakli narsalar farzdi, vojib edi. Misol uchun makruhni o'rganganim sari men namoz o'qimayotganligimni bildim dedi. Shu xatolarim o'ta ko'p ekan. Har kuni o'g'narib dedi. Alhamdulillah bir mahal namozim hali qazo qilganim yo'q dedi. Shunaqa dedi, Allohimni yaxshi ko'raman deb hali gapirib beryapti. Mazza qilib eshitib ketdim-da. Shunaqa yaxshi ko'raman Allohimni dedi. Allohim meni shu do'zax ketayotgan joyimda sudrab yurib olib kelib qo'ydi-ya dedi. Yo'q desam ham shuni sen o'qiysan deb turib shunaqa Abdulloh domla aytmoqchi, Allohimiz bor-da. Shunaqa